O'zimni birinchi chiqishimni Qoraqalpoqcha ona siymosi raqsimni ijro etib boshladim. Sahnaga chiqishimdan 1-2 daqiqalar oldin juda ham hayajon bosdi, meni boshqa qaltiradim. Mana ustozimning gaplari bor. Katta sahna bo'lsin, kichkina sahna bo'lsin, salom berib, sahnaga 3 marta peshonamizni tekkizganimiz уже hayajonimizni yengishimizga sabab bo'ladi-da bitta. U raqsda onani qayg'usini ko'rsatib berishim kerak. O'zim yosh bo'lganimga qaramasdan, lekin shu obrazga kirishim kerak-da. Bu raqsni men o'zimda chiqarish uchun 1,5 yil repetitsiya qilganman. Ijro etayotganimda jurilarga ko'zim tushgan. Ular ham prям ko'zlaridan yosh oqib ketmoqchi-da ularni ham. Ularni ko'rib men voysha yig'lagim kelib ketyapti. Maqbar, sizda 3 ta va siz O'zbekiston Got Talent loyihasida qolasiz, keyingi bosqichda ko'rishamiz. Tabriklaymiz, omad. Sog' bo'ling. Sahnadagi gruppalarga bo'linganmiz. Bizning navbatimiz kelgan 4-gruppa уже hayajon, yuragim urib ketyapti. 11 ta odam bo'ldik, oldiga chiqardi. Saralab olinmaganlarni men o'yladim, turibdi, bo'ldi, o'sha otam yo'qoldim. Keyingisida bundan ham zo'r qilib tayyorlanib kelib o'tishga harakat qilaman deb o'zimga o'zim motivatsiya berib turgandim. Вы продолжаете проект, я вас поздравляю. Вы проходите в прямые эфиры. Shu kundan boshlab men keyingi turga qanaqa raqs ijro etishimni o'ylanib boshladim. Kichkina vaqtimdan boshlab Irida Ismoilova raqqosaga havasim keladi va o'shanga o'xshagim keladi. Keyingi turga To'z raqsini ijro qiladigan bo'ldim. Onamni orzuyi edi kichkinaligidan raqqosa bo'lish va oilasi qarshilik qilib to'xtatib tashlagan shu yerdan va oyim meni orzuyimni san bajardi. Shu raqsga yuborgan. Shu oyimni orzularini amalga oshirish uchun shuni harakatidaman hozir. Men Jumabayeva Maqbal sizga sahnada go'zallikni taqdim etaman. Meni qo'llab-quvvatlaringizni so'rab qolaman. Maqbal Jumabayeva